Bugungi islaga 2022 yıl 8. ayının 2. günü vatandaşım. Ende bugünkü bu sohbetimiz Maşinri Efendi. Ürümçi'de Şinjan Uygur Abdunum Rayonu Müstemlike Uyguristan'da gubernatörü Maşinri Efendi. Biz 5. ayının ahırgıç yani 23. günü Michel Barçilet Hanım Ürümçi'ni ziyaret kılgıç sizle sözleşip geldik, sohbet kurup geldik. Bizden şahsa yüzemler degine boyunca bir yerde işkanda özgür iş bomba deysaptım ben. Bir neçe adamını törmede koyup verisiz. Bularının bazısı kisel, bazısı ağrıqcan. Orunda kopanmaydıgan bulup kaptı deyip anladık mesela Kasım Sıdık degendek. Şu sözlerini eğitkanıdık Maşinri Efendi. Gördünüz mü ma dünyanın Uygurlarının gipnayt addi vogamlı felsefi iddisi intayın küçlük millet deyme. Maşinri Efendi biron tağ aylanıp keletti, endi bağ aylanıp keledi o deydi, gördünüz mü? Uygurlarının felsefesi intayın çunkur felsefiliğiga. Mezmunlaqiga. Uygurlar deydi, yana bir ağız gep var, nima deydi? Ganjuğanda uçuruşumuz deydi. Uygurlar Ganjuğan deydigan yurtimi var. Mesela Sağan dese, yeni sağda birisi var, qağılıqdan çıqqandaki xotangi kirdigan ağız ya Sağan deydigan bir yer var o deyman. Şu Sağandan tüveyni yani Gumunayısı kirdigan bir arlıqda, yani Ganjuğan degen bir yer var. Yaki əməliyimi, tarixtim neymi? İşqilab vətəndə bizden Ganjuğan degen yerimiz var. Uygurlar davamlı Ganjuğanda uçuruşumuz deyip durduğun millet. Erkekçilikin to'la ta'kidlaydigan millat. Lekin birovning beshig'i kun tushganda ochiq so'z iboralar bilan to'pilab hujum qiladigan, to'pilab top-ta'na qiladigan millat emas. Erkekchiligi bor millat Uyg'ur. Bugun Jungnanxayning beshig'i kun tushdi. Buning uchun Uyg'urlar hozir to'pilab top-ta'na qiladigan millat emas. Lekin haq yo'lida haq harakatlar ve haq adolatga yetadigan ishlar kelganda Uyg'ur hargiz kayniga yanadigan millat emas. Bugun Jungoning beshig'i yetib kelgan kun, davlat qurgan 72 yildan beri kelgan kun emas. Madaniyat inqilobi bir o'yin, bir sahna o'yini. Agar Jungoning beshig'i keldimi shu kun desa bir sahna o'yini. Lekin bugun Jungoning beshig'i yetib kelgan kun bu 72 yıldan beri çünkü Kom Partiyası uçrap bakmagan iş. Tayvan ketivatıda değil. Tayvan'da siyaset ketivatıda değil. Tayvan'ın orunda özgürüş buluvatıda bu özgürüş Avrupa ve Amerika başçılığıdaki. Devletlerin parlamentleri, hükümet azaları, siyasi erbaplarının Tayvan'ı ziyaret kılışı Maşinri Efendi bu Tayvan ketivatıda degenge. Bugün Maşinri Efendi'yi tuttuk o. Nima depti? Tayvan meselesi bizning jonajon manfaatimizning ichidagi jonajon manfaat Toshkentda turadi. Men shunaqa hayron, Tayvanda shu ish bo'lib atganda, masalan, Nancy Pelosi xonim 2. kuni Tayvanga tushgan vaqtda minister, tashqi ishlar ministri Wang Yining Toshkentga berib olishi bu men ajablanadigan ish. Maşinri Efendi. Onun üstüne Yang Jiechi diplomatiya mas'ul Efendi Yang Jiechining muşu 2-3 yakın muşu bir hafta içinde isminin o'ttirg'i chiqmaganligi tuyuqsiz suvga tushgan tashdek yo'qolib g'oyib bo'lib ketganligi buning o'zi bir ish. Yoki mushundaq bir jiddiy payti Wang Yi Efendining Toshkentda bo'lishi, nima atalmish Shanxay axboroti Shanxay tashkilotida bo'lishi buning o'zi bir qiziq ish. Agar bir yerde bu qiziq ishga qo'shib bir jumlani O'rta Osiyoda yana siyosat xarakterlik bir olamshumul o'zgarish yuz berdi. Shunga O'rta Osiyo davlatlarini hay deb turish kerak bo'lganlikdan Wang Yi Toshkentga bordi desa, buni aqlnimish qabul qilmaydi deyman. Maşinri Efendi shunga Ganjuğanda uchirish emas. Uyg'urning erkakchilik iddiasi de Ganjuğanda uchirishimiz. Bu degan gap nima gap bo'lsa vaqti kelganda qilishimiz. Xamirimizga bir-birda uramdiq, salamdiq. Vaqti kelganda qilishimiz. Kulishib turib, so'zlashib turib, masala hal qilamizmi? Vaqti kelganda qilamiz. Degan so'zni Uyg'urlar erkakchiligida Ganjuğanda ko'rishimiz deydi.
Bugün Ganjoğan'da görüş bulduk Maşinroy efendi. Dastlabki qadamda görüşüşke tegishlik bo'lgan görüşüşte Maşinroy efendi biz Uyg'urlar siz bilan qilib bo'ldik. Masalan, birinchi bo'lib 12 ayning 23 kuni Şinjan Uyghur Abdunum Rayoni Mustamlik Uyg'uristonning gubernatori Chen Chuangoni yo'lga soldi. Bu bir Ganjoğan'da görüşüş. Onun kendini sizde Ürümçi gubernator qilib belgilab berdi, ekilib tashlab berdi. Siz bilan Ganjoğan'da görüşdük Maşinroy efendi. Bugün ben başta ettim. İntayin qiziq bir nokta. Bütün dünyada vaj qaynayotgan qozonda qiziqib turgan qiziq bir nokta. Avam Palata başlığı Nancy Pelosi Tayvan'a düşemdi. Qiziq nokta. Dal şu günde 8. ayın 2. günüde sizning siyosiy qonun komitetingizning mudiri, sobiq mudiri Anjingu tekshirishga, ya'ni men hozir boshqa xulosa chiqardim, siyosat xarakterlik tekshirishga tushdi degan so'z mana bu Ganjoğan'da uchrashganning yana bir dalili, yana bir misoli bo'ldi Maşinroy efendi. Şuna men sizden bugün yana bir qatim talab qilamanki, birinchisi G'o'lja shaharda adam tu yezilik hukumatning yoki yezilik o'rta maktabdan adabiyot o'qituvchisi Qosim Sidiqni turmadan qo'yib berang Maşinroy efendi. Qashqar Uyg'ur nashriyat Uyg'ur tahrir bo'limining Uyg'urning romantik shoirasi, yetuk shoirasi Çimengil Avutni turmadan qo'yib berang Maşinroy efendi. Aksu viloyatlik 1-o'rta maktabning sobiq mudiri Ahad Amonni turmadan qo'yib berang Maşinroy efendi. Ular kesanchon, og'riqchon. Yana birisi o'gay ana nima romanining Altınkaş romanının avtori Halide İsrail, Uyg'urlarning sevimlik yozuvchisi, Şinjan gazeti Uyg'ur tahrir bo'limining tahriri Halide İsrailni turmadan qo'yib berang Maşinroy efendi. Ondan keyin Qashqar Uyg'ur nashriyati tahriri Balalar Edebiyatı Tahriri Mehmet Abilez Böğriyar turmadan qo'yib berang Maşinroy efendi. Muşularni turmadan qo'yib berang. Bu dastlabki qo'yib berish bo'lib hisoblanadi Maşinroy efendi. Umumimizda qo'yib berish balki tartib bilan, balki vaqt bilan qo'yib berang. Endi vaziyat shu yerga keldi. Men tunugin dedim. Sazlıqqa dastlab tursanız, o 2 metr nereden örlep çıkıdı, putunuzdan asıdan örlep çıkmaydı, vaziyet degen şundaq boludu da. Bugün Tayvan davatqanda dal 8. ayının 2. günüde Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palata başlığı Nancy Pelosi Tayvan'a yetib kelgan kunlarda sizden siyasi qonun komitetimizning sobiq mudiri Anjingu tekshirilyapti. Siz dediniz, belki demediniz daha xiyonatga bog'liq, muqimlikni qo'g'dash puli xarajatiga bog'liq. Men uni tahlil qilib bo'ldim. Bu noqol siyosiy ish. Endi qurbonlikqa qurban qiladigan qo'ylaringizni egildan so'rab chiqadigan vaqt keldi Maşinroy efendi. Şuna men Uyg'ur erkaklarning erkakchilik falsafasi bo'yicha sizlarning beshinglar kun tushganda undaq mag'lubiyat, bundaq mag'lubiyat chakani gapni bugun qilmayman men. Bugun qilg'im yo'q bu chakani gapni. Bugun ish sizga taalluq yoki sizga oydin. Bugun ish menga taalluq va menga oydin. Shunga mushunda kunlarda Ganjoğan'da uchrashimiz. Maşinroy efendi. Ben sizge orliq leksiya so'zlab o'tib, shunda degan edim Maşinroy efendi. Jungo Xalq Ozodlik Armiyasi Şinjan, ya'ni Şinjan harbiy rayonining askariy qismlari vaqtliq tinchlik saqlash qismlariga o'zgartamsiz o'zgartilamdi degan edim.
Bunu mu? Oyliş koyun Maşuray efendi. Tala optimist bulup ketken bolsam kechiringlar meni vatandaşlar. Vaziyatni sizlarga tahlil qilib berdim, oldinglar turibdi. Vaziyat oldinglar turibdi. Bu bizning faqat bizning bilgan doiramizdagi ish. Biz bilmaydigan yana nima ishlar bor? Avvalo Xudoga ondan Amerika Qo'shma Shtatlariga taalluq bu ishlar vatandaşlar. Men arlaq so'zimda shunday degan edim. Prezident Reagan zaman damlari, Prezident Reagan vaqt damlari. Bugün shunday deymanki vatandaşlarım, Prezident Joe Biden zaman damlari, Prezident Joe Biden vaqt damlari, Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palatasining boshlig'i Nancy Pelosi 2 ayning 8 ayning 2 kuni Tayvan vaqti kech soat 10dan 23 minut o'tganda Tayvan Taipei Songshan aeroportiga tushdi. Amerikaning harbiy aeroplaniga o'ltirib aeroportga tushdi.